Xo'p, zapis yoqdim. Zapis uchun qaytadan hammaga xayrli kun, xayrli onlar, vaqtsizlik va masofasizlik o'lchamida har biringizni ko'rib turganimdan, energetik his qilib turganimdan judayam xursandman. Menga yoqimli bo'lyapti bu efirlarni tashkil etish. Siz bilan hamohanglikda sizni savollaringizni ko'rib chiqish orqali o'zim yanada kengroq informatsiyalarga ulanyapman. Bilimlarimni yanada ishlash tezligini kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'lyapman va yoqimli bo'lyapti sizdan kelayotgan savollar. Ular bilan ishlash. Xo'p, shuning uchun bugun efirimizni davomiy qismi, 3-qism, balki bu yakuniy efir bo'ladi. Ya'ni boshqa loyihalarga keyin diqqatimizni qaratamiz. Bugun yakuniy efir aynan sizni savollaringizga energetik yechim beradigan. Xo'p, biza savollar sifatiga qarab, savoli kengligi, chuqurligiga qarab yoki unga energetik yechim beramiz yoki informatsion ma'lumot ko'rinishida yo'nalish beramiz. Va informatsion, ya'ni ma'lumot ko'rinishida ma'lum bitta sizga berilgan javob, berilgan yo'nalish ham energetik yechim kuchiga ega, ya'ni sizni yechimga olib keladi. Ya'ni energetik ish bajarmasak ham, qanaqadir praktika texnika bajarmasak ham javobni o'zi sizga energetik yechim beradi, savollaringizni yechib yuborish kuchiga ega. Shunday ekan, har qanaqa savolingizga qanaqa tarzda mendan javob olayotgan bo'lsangiz, bu texnika bo'ladimi, praktika beramanmi, energiya ish qilamizmi yoki shunchaki yo'nalish beramanmi, bundan ko'nglingiz to'q bo'lsin, siz ma'lum bitta yechimga kelishingiz bo'yicha. Hop. Bizda hozircha bor qismlarimiz bilan ishlab turamiz va bizaga savol kelyapti pul mavzusida. Energetik ishlab ko'raylik degan taklif bo'ladi. Pul mavzusida ishlab ko'rsak, pul juda keng mavzu, juda ham keng aspektlarga ega va har bitta insonda albatta o'zini individual shaxsiy yechimlari bo'ladi. Puli bu sog'ligiga bog'liq, kimnidir puli bu oilaviy munosabatlarga bog'liq, kimnidir puli bu o'ziga bo'lgan ishonchiga, ong darajasiga bog'liq. Hop. Sohas chatinglarni bitta ochib olay. Tak. Pul bo'yicha ishlaylik. Tak, energetik ish. Tak. Xo'p, energetik ish bajaradigan bo'lsak, pul bo'yicha bizaga yana shunaqa yondashuv kerak bo'ladi, Durdona. Individual yondashuv. Holatingizni bilish, nimaga pul keltirmayotganingizni bilish, shaxsiy hayotda qanaqa jarayonlar ketyapti, ularni bilish va bularni qanchalik ochiq bo'lisha olsangiz, bularga ko'ra aniq yechimni topa olish hech qaysi aspekt sizga bermayapti. Ularni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mikrofonimizni yoqib bersam, gaplashish imkoniyatingiz bormi, jonim? Yoki faqat yoza olasizmi? Tak, bor. Mikrofoningizga yoqdim. O'zingizdan yoqib gapirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli onlar, jonim. Yaxshimisiz? Yaxshiman, jonim. Tak, 2 karra baxtli ekanman-da. O'tgan safar ham savolim bergandim. Rahmat bu uchun. Pul bo'yicha hozir savolim, men ham ongimda bilmadim, shunaqa programma bormi, fikr bormi, agar hayotimga pul olib kirsam, ishlatib yuboraman-da. Ishlatib yuboraman pullarni. Bekorgami, nimaga bo'lsa ham ishlatib yuboraman. Men shu sabab olib kirolmayman. Misol uchun, to'lamoqchi bo'lgan odamlarni ham pulini ololmaymanmi, qanaqadir situatsiyalar bo'ladi, nimadirlar bo'ladi. Tayyor pullarni o'zim kiritolmayman-da. Lutfi pul kirib, men ishlatganim yaxshi-ku. Men shu programma uchun hozir kartamda o'zi 4 millionmi, 5 million puli bor,
lekin karta bloklangan. Chorshanba kuni olishim kerak kartani. Hozir 1 so'msiz o'tiribman-da. Ishlatolmay o'tiribman. Shunaqa yo'llarim yopilib ketyapti-da. Ochiq kartdan Visa karta shunga o'tkazib beringlar desam, unga o'tkazisholmayapti. O'sha yopiq kartaga pul tushyapti. Hozir ishoning, umuman pulsiz o'tiribman-da, necha kundan beri. Даже metroga ishlatishga ham pul yo'q rostdan ham qo'limda. Kartada bor, karta blokda, chorshanba kuni chiqadi deydi. Hali chorshanba kungacha qanaqa yashashni bilmayman-da, to'g'risi. Mana shunaqa vaziyat. Bilmadim, shu men o'ylashim bo'yicha shu bitta xayolim, shu fikrim bo'yicha shunaqa bo'layaptimi? Gap ham bor. Pul kelsa nima bo'ladi? Pullaringiz ko'paysa, erkin kelsa hayotingizda. Nima qilishni bilmas ekanman desam. O'zi yetarlicha keladi. Yetarlicha keladi. Bilmadim, javob kelmayapti. Nima qilishni bilmas ekanman shekilli. Bosh shungami? Undan u yog'iga reja yo'q-da. Bundan pul oshsa, ko'paysa, nima qilish haqidagi reja yo'q. Oldin olmoqchi bo'lgan narsalarimni rostdan olganman. Balki bundan keyingi maqsadlar qo'yishim kerakmi? Aniq pul kelsa men bunaqa qilaman degan rostdan ham maqsad yo'q ekan. Bitta maqsad bor, shu ishimni rivojlantirish uchun ishimga qilaman, nima reklamaga, targetga, shunaqa narsalarga ajratilgan bitta fikr bor hozir pul kelsa. Ularga nega keltirmayapsiz? Kerak pulingizni summasini kattaroq tasavvur qilamiz. Hozir kelib turgan, qancha oyiga kelib turgan bo'lsa, bundan yuqoriroq summani tasavvur qiling. Deylik, bir oyga 500 kelib turgan bo'lsa, mingni tasavvur qilasiz. Ming kelib turgan bo'lsa, undan kattaroq. Undan, ya'ni hozirgi summadan. Nima yomon tomoni bor? Nima bo'ladi kelsa? Men shu ishlatishdan qo'rquvda, qanaqadir bilmayman. Menga ko'p oldimdagina ham aytgan, pul ishlatishni bilmaysan, pul boshqarishni bilmaysan, ko'p ishlatib yuborasan. Hamma old tarafimdan shunaqa ko'p eshitganman-da, opamdan, ko'plardan dadam ham даже aytganlar, sen pul ishlatishni bilmaysan, topishni bilaman to'g'ri rostdan. Lekin mana shu ishlatishni bilmaysan degan joyi menga ham miyamga kiritib qo'yganmi deb o'yladim. Nima bo'pti? Xato ishlatsangiz nima bo'ladi? Pullarni xato joylarga kirgizib yuborsangiz. O'zi unaqa xato ham ishlatmayman, kerakli narsaga ishlataman deb o'ylayman. Misol uchun, kerakli narsaga ishlataman. Rostdan kerakli. Misol uchun, oila atrofimdagi menga shu narsani qilib berishini kutmayman. O'sha narsa menga kerakmi, o'zim harakat qilib, o'zim kiritaman-da, kirita olaman hayotimga. O'sha narsani hech kim menga mana shu narsani hayotingga kiritibsan, shu narsani ola olibsan, shu narsani qila olibsan demaydi-da. Rostdan ham noto'g'ri joyga ishlatgansan. Nima qilsam ham noto'g'ri joyga ishlatgansan. Oldimdagilar shunaqa. Tak rostdan ham men pul ishlatishni bilmayman. Shunaqa o'ylashadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ularni fikrlashi bilan meni fikrlashim shu joyga tushmaydimi, shunaqa bo'ladi. Menimcha javob bermayman, aniq. Boshqa narsani aytyapman. Sizlarga kritikani ko'rsatib berishadi-da, ya'ni. O'zida xohlaysiz ishlatishni, to'g'riligini ham bilasiz. Bir oyning o'zida chizsa kritika uyg'onib ketadi. Men shu uchun hozir bilmadim, men katta pullarga birinchi o'rganishim kerakmi? Katta pullar kiritolmayman hayotimga. Misol uchun, hozir Mosva bor. Misol uchun, o'zim yapon tilidan dars beraman-da. Hozir konsalting qilib, bolalarni Yaponiyaga o'qishga harakat qilib, ishga harakat qilib, endi u kurs emas-ku, kattaroq summa bo'ladi-da baribir. O'sha narsalarni ham yo'lga qo'ya olmayman. Maktablar bilan gaplashilgan, hamma narsa qilingan, nimadir reklama ham olingan, lekin bilmayman, shu katta qadam qilib chiqa olmayapmanmi? Yoki unaqa katta pul kelsa nima qilishni bilmaymanmi rostdan.
o'sishga kelganman, lekin ketolmayapman-da. Mm. Hozir aytayotganlaringizda energetik holat, energetik intuitsiya orqalida ko'rayotganlarimdan jonim. Juda ko'p aybdorlik borda o'zingizga nisbatan. Qasam ichilingan har safar 2-marta ehtiyotkor bo'lamiz. 2-marta bu xatoni qilmaymiz. 2-marta bu qadamni bosmaymiz. 1000 marta o'ylaniladi-da har bitta qadamda. Pul bilan ham shunaqa. Pul ham ma'lum bitta katta qadam, ma'lum bitta katta risk. U bilan ham bitta qadam qo'yilish uchun 1000 marta o'ylanadi, qiynalib ketasiz, yaxshisi kirmasin. Bunaqa qiynalib, o'zimni kontrol qilib 1000 marta o'ylab to'g'ri qadam tashlashga pul yumshoq energiya ko'p, yengil energiya, sevgidagi energiya. Sizni kontrolingizda, nazoratingizda pul energiyasi bilan hamohanglik bo'lolmaydi-da. Shunaqa o'zingizni tartibga solish, tarbiyaga solish juda ham aktiv. Balki tarbiyadan bo'lganda juda ham tartibli, odobli qiz tarbiyalashga juda harakat qilishgan balki o'zingizni bu hayotiy tajribalaringizdan hayotingizni yo'lga qo'yish uchun, o'sish uchun o'zingizni juda ko'p ramkaga solgansiz. Juda ko'p 2-marta anaqa o'ylab ish qilamiz. Tavakkal hech narsa qilishimni bermayman. Ozgina bo'shashib olish kerak to'xtami. Bo'shash uchun yurak ochilishi kerak. Yurak ochilishi uchun energiya ish qilish kerak. Energetik praktika qilamiz. Menga nima informatsiya kelsa, qanaqa energiya kelsa, shunchaki o'tkazib beraman. Ishonch bildirasiz, yurak ochiladi, mana shu ramkalar eriydi. Rahmat. Hozir yuragimizni ochamiz. Shunchaki har bitta ishtirokchi biz bilan birgalikda bajaring. Durdona bu sizni gologrammangizda, ya'ni sizni energetik poliyangizni aks ettirib turuvchi sizni qismingiz. Siz alohida emas, sizni maydoningizdagi, sizni ichingizdagi savolni ochib bera olgan bitta qismimiz va ish har biringizga ketyapti, har birimizda va har birimiz bir butunmiz hozir. Yuragingizni oching. Yurak ochilish qanaqa deb his qilasiz, bu shunaqa. Qanaqa tasavvur qilasiz, qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz, bu shunaqa, bu to'g'ri. Butunlay ilohiy ruhingizga ishonch bildiring. Bunday jarayonga to'laqonli ilohiy ruh sizni olib kelganiga va ilohiy ruh hammasini to'g'ri bajarishiga o'zingizni ruhingizga ishonch bildiring. Qo'yib yuboring o'zingizni. Bo'sh qo'ying. Hamma o'y-xayollardan, hamma sizni ramkaga solib turgan, o'zingizga bo'lgan qattiq kontrolda bo'shashing, ularni qo'yib yuboring. Biz hozir chaqiramiz pul kanallariga oid farishtalarni, pul kanallariga oid arxangellar, angellar, zumrad rangli yaltiroq energiyalarga ega bo'lgan yaratuvchilarni, pul energiyalarini ko'rishingiz mumkin atrofingizda. Ular siz butun aurangizni, butun tanangizni, butun o'tirgan joyingizni, ishxonangizni, balkida butun xonangizni, yotgan joyingizni egallab olishganligini ko'ring. Iloji bo'lsa, Durdona mikrofonni o'zingizdan o'chirib qo'ysangiz, men ovozim qaytmaydi-da, izokiy sifatli bo'lib beriladi sizga keyin. Va biz hozir ulanishni so'raymiz. Sizni shu o'lchamingizga. Siz butunlay yuragingizni ochgan, butunlay o'zingizga bo'lgan shartsiz sevgida bo'lgan, shartsiz sevgini yodga olgan, butunlay o'zingizni shartsiz qabul qila oladigan, o'zingizni kengligingizni, o'zingizni ilohiyligingizni, o'zingizni hech qanaqa ramkalarsiz har doim, har onda, har bitta qadamingizda to'g'ri ketayotganingizni, ya'ni ilohiy ruh kabi o'zingizga bo'lgan ishonch shakllangan o'lchamingizni ochamiz, unga ulanish ishga tushirilsin va bir onda hamohanglik ishga tushirilsin. Ya'ni siz
hozirgi turgan o'lchamingiz ham o'zingizga butunlay yuragingiz ochiq, shartsiz, sevgiga to'la bo'lgan, hech qanaqa o'zingizga ramkalar qo'ymagan, chegarasiz o'lchamingiz bilan hamohanglik ishga tushiramiz. Va men bilan takrorlasangiz bo'ladi, butunlay meni har bitta to'lqinlarim, har bitta o'y-hayollarim meni shu kenglikka o'tib bo'lgan o'zligim bilan hamohanglashtirilsin. Meni shartsiz, chegarasiz kenglikda o'zimni yaratuvchi kabi chegarasiz harakatlarimga ruxsat bergan o'zligim bilan, bu o'lchamim bilan hamohanglashishga tayyorman. Men har bitta hujayram, har bitta mendan chiqayotgan to'lqinlar, har bitta o'y, xayol, dastur, meni har bitta harakatlarim bu chegarasiz o'lchamim bilan bir butunlikka keltirilsin. Va hozir biz siz bilan davolanish ishlarini olib boramiz. Qaysiki butun hayotiy tajriba davomida o'zingizga qo'ygan shartlar, talablar, o'zingizni qattiq ayblaganingiz va o'sha joyda qasam ichganingiz, so'z berganingiz, qayta bu xatoni qilmayman, ikkinchi marta o'ylab harakatlanaman. Agar bu qadamlarim, bu risklarim, bu xatolarim meni hayotimda shu qadar qimmatga tushadigan bo'lsa, men qasam ichdim, so'z berdim. Bundan keyin harakatlarimni 1000 marta o'ylab keyin bajaraman. Ya'ni o'zingizga qo'yilgan talab, o'zingizga qo'yilgan chegara, o'zingizga to'g'ri bo'lishni talab qilib, o'zingizga qattiq chegara qo'yib tashlagan har bitta va'dalar, iqrorliklaringizni va bunga oid bo'lgan tajribalarni eritish jarayonini ishga tushiramiz. Va so'raymiz, hozir Merkaba laboratoriyalaridan kim javobgar bunga? Meni hayotimdagi ayni og'riqli tajribalar, o'zimni ayblagan tajribalarga kim javobgar? Buni davolanishiga, buni yakunlab berishiga, toki eng birinchi gen holatiga kelmaguncha, toki Xristos ongi, Xristogen holatiga, eng birinchi sevgi holatiga kelgunicha davolanishiga kim javobgar? Menga qarang. Jamiki bunga javobgar bo'lgan kuratorlarimni, vladekalarimni, jamiki yaratuvchilarni taklif qilaman, so'rayman, murojaat qilaman. Men bilan shu qadar chuqur ishlashlarini, har bitta o'zimga bo'lgan aybdorlik bilan, har bitta o'zimga qo'ygan taqiqlar, chegaralar bilan shu qadar chuqur ishlangki, men butunlay ruxsatimni beraman. Hozir materiya ongi quyosh sivilizatsiyalar, sevgiga, asl sevgiga kim javobgar bo'lsa, davolovchi energiyalarga kim javobgar bo'lsa, ular berilyapti, ochib berilyapti. Kosmik ona sevgisi portali ochilyapti. Va ilohiy sevgida sizni har bitta og'riqlaringiz, yaralaringiz davolanyapti. Va sizdan so'rashyapti, qo'llaringizni kaftini ochishingizni, ikkita kaftingizni yuqoriga qarab ochiq holatda turishingizni va kaftingiz orqali yagona ona sevgisi nuri qo'llaringizga yo'naltirilyapti. Oppoq, yaltiroq yoki oltin rangli yaltiroq nur ko'rinishida ko'rsangiz bo'ladi. Nurni qabul qiling. To'yinayotganingizni qabul qiling. Butun tanangiz to'yinayotganligini qabul ko'ring. His qiling, ongli ravishda. Agar hech narsa his qila olmayotgan bo'lsangiz, bu ham tabiiy holat, baribir siz bilan ish ketyapti, baribir jarayon ketyapti. Hech qanaqa aql saroblariga kirmang va o'zingizni qanaqa tutishga harakat qilmang. Nurni qabul qiling. Va nur qo'lingiz orqali butun hujayralaringiz, DNKlaringizga kirib, siz bilan davolanish ishlarini olib boryapti. Har bitta inson ongi og'riqlariga oid saroflaringiz, o'zingizni ayblashingizga oid, o'zingizga qo'yib tashlagan taqiqlar,
Qayta hech qachon yuragimni ochmayman. Qayta hech qachon hayotga ochilmayman. Qayta hech qachon insonlarga ishonmayman. Qayta hech qachon orzularim orqasidan ketmayman. Qayta hech qachon o'zimga ruxsat bermayman o'zimni xohishim yo'lidan ketishga. Bu kabi va'dalar har biri to'yintirilyapti sevgida. Eritilyapti, oziqlantirilyapti, davolanyapti. Birin-ketin tajribalaringiz tezlashtirilgan holatda ko'z oldingizdan o'tyapti. Nurda erib ketayotgan holatda. Agar qo'lingiz toliqib qolgan bo'lsa, qo'lingizni tushirishingiz mumkin. Nur kirishda davom etyapti. Qo'lingizni tushirsangiz ham nur aksiya holatiga kelib bo'ldi. Qo'lingiz orqali butun tanaga, tana orqali sizni elektromagnit maydoningizga nur kiryapti va sizni davolayapti chuqur. Har bitta va'dalaringiz erib ketyapti. Men yuragimni ochganimda, orzularim orqasidan ketganimda, xohishlarim orqasidan ketganimda, hatto insonlar menga xato qilyapsan deyishganda ham ularning gapiga qaramasdan ketganimda, menga og'ir tajribalar uning orqasidan kirib kelishni boshlagan va men shu sababli yopilishga va'da berganman. Ya'ni siz mana shu sababli yopilishga bergan va'dalaringiz eritilyapti. Har bitta chegaralar, taqiqlar eritilyapti. Insonlar aytganidek bo'lishga ichilingan qasamlar eritilyapti. Va har safar siz orzularingiz, xohishlaringiz orqasidan ketib, ma'lum bitta tajribalarga duch kelganingizda insonlar aytishgani sizga, ko'rdingmi mana, biz aytganimizni qilmading, ko'rdingmi mana, biz aytgan yo'ldan yurganingda boshqacha bo'lardi hayoting. Va siz bu sabablarga ilohiy ruh orqasi, yuragingiz orqasidan emas, aynan jamiyat aytgandek, boshqa insonlar aytgandek qilishga bergan va'dalaringiz har biri eritilyapti. Nurda eritilyapti, to'yintirilyapti, oziqlantirilyapti. Va sizga hozir kodlar yuborilyapti. Ilohiy davolanish kodlari. Men bilan birga takrorlasangiz bo'ladi kodlarni. 8 8 8 8 8 6 3 8 8 8 8 8 6 3 8 8 8 8 6 3. Ilohiy davolanish, sevgi bilan hamohanglashish, yurakni ochish kodi. Qabul qilindi. Kod har bitta DNK, RNK hujayralaringizni aktivlashishi boshlandi. Endi biz energetik ishimizni navbatdagi etabiga o'tamiz. Jamiki pul yo'llariga kim javobgar bo'lsa, aynan sizni pul kanallaringizga kim javobgar bo'lsa, bunga oid sivilizatsiyalarni ochamiz, murojaat qilamiz. Kim men bilan ichingizda aytsangiz bo'ladi, kim javobgar meni bu hayotda, bu o'lchamimda, pullarni real hayotimda namoyon qilishimga. Men bugundan boshlab siz bilan aloqani, kontaktni tikladim. Sizni merkabangiz, ya'ni boyligingizga oid boylik merkabangiz, yaratuvchi boyligiga, yaratuvchi sehrgarligiga oid merkabangiz aktiv holatda va siz murojaat qiladigan har bitta kanallar bilan, portallar bilan ulab berishga xizmat qilyapti. Ongingizni bir onda vaqtsizlik masofasi o'lchamida. Sevgili
Realizatsiya Elmoriya, Shexina ochiq holatda siz bilan aktivlashyapti, siz bilan energetik ish olib boryapti. O'zlarini kuchi bilan, o'zlarini bilimlari bilan sizni murojaatingiz orqali yordamga kelishdi ular. Initiatsiya bu shunday narsaki, vaqtsizlik va masofasizlikda ishlaydigan, siz nomini tilga olmagan programmalaringiz bilan, dasturlaringiz bilan ishlaydigan, masterga umuman aloqasi bo'lmagan, sizni o'tmishingizga, DNKingizga, RNKingizga aloqasi bo'lmagan, sizni hayotdagi, real hayotingizdagi hozir moddiy vaziyatlarga aloqasi bo'lmagan o'lchamlarda siz bilan ishlaydigan instrument. Tezligi judayam yuqori, tezligi judayam katta. Kim agar bunga o'zini ishonchini, yuragini topshirib yubora olsa, u vaqtsizlik va masofasizlikda bu natijani ola oladi. Bu jarayonga o'zini kim ishonib berib yubora olsa, qay darajada ochila olsangiz, shu darajada. Hozir yaratuvchi boyligiga, yaratuvchi serobgarligiga, yaratuvchi pul serobgarligiga, pul boyligiga oid Merkaba aktiv holatda sizni Merkabangiz bilan bir uyg'unlikka kelyapti. Va uyg'unlash jarayonida siz his qilishingiz mumkin. Judayam qaynoq energiyani. Xuddi bu shunaqa narsa, chaqmoq chaqqandek butun tanangiz, ko'z oldingiz yorishib ketayotgandek. Bu xuddi shunaqa tok urgandekda, ya'ni to'lqin bir onda ko'tarilib ketganligini anglatadi. Ya'ni siz o'z Merkabangiz bilan yuqori yaratuvchi ongi Merkabasini, yaratuvchi Merkabasini uladingiz, aktivlashtirdingiz, hamohanglashtirdingiz va bu bir onda amalga oshdi. Bir onda jarayon sodir bo'ldi. Va biz endi kerakli ssenariylarni ishga tushiramiz siz bilan. Men hozir va shu yerda ruxsatimni beraman. Men bilan takrorlasangiz bo'ladi. Merkaba kod ilohiy ruh. Ishga tushirilsin meni hayotimda hozir va shu yerda, shu onda. Pul real kirib kelishi uchun men qaysi harakatlarni ishga tushirishim kerak? Bu men orqali ishga tushirilishiga ruxsatimni beraman. Men qaysi o'y-xayollarni, qaysi his-tuyg'ularni ishga tushirishim kerak? Bu hozir va shu yerda men orqali ishga tushirilishiga ruxsatimni beraman. Endi men xohlagan miqdorda, ya'ni siz bu summani aytsangiz bo'ladi. Summa shunaqa bo'lishi kerakki, real. Ya'ni sizda bugun bor bo'lgan summa oylik taxminan qancha daromad bo'ladigan bo'lsa, undan eng ko'pi bilan 1 baravar. Agar bunga ishona olmayotgan bo'lsangiz, 1 baravar qo'ysangiz, bu baribir kelmaydi deb hisoblayotgan bo'lsangiz, 25%, ya'ni 1 baravar emas, deylik, sizda $500 bor, oyiga 750 deb tasavvur qilasiz. Bu summani qo'yasiz. Merkaba kod ilohiy ruh ishga tushirilsin. Menda oylik daromadim taxminan $750 miqdorida kirib kelishi uchun meni butunlay tanam, hayotim, harakatlarim, o'y-xayollarim to'g'rilansin. Men bu pulni ilohiy ruhi bilan hamohanglashishga tayyorman. Bu pulni xususiyatlari bilan uyg'unlashishga tayyorman. Bu pulni xarakteristikasi bilan uyg'unlashishga tayyorman. Men bu pulni yarata olgan, real hayotimda yarata olgan o'lchamimga teleportatsiya qilinsin. Ongimni bu etabiga o'tishga tayyorman. Menga hozir va shu yerda namoyon qilib berilinsin. Men har bitta menga kerakli bo'lgan pul birligini ilohiy ruhi bilan uyg'unlashishga tayyorman. Merkaba kod ilohiy ruh ishga tushirilsin. Men yirik miqdordagi pullar bilan
Hamohanglashishga tayyorman. Merkabakot ilohiy ruh ishga tushirilsin. Dollarlarni, ya'ni pul birliklarini birinchi proyeksiyasini ochamiz. Ya'ni bizlarga kirib kelish uchun. Merkabakot ilohiy ruh birinchi proyeksiyasi ilohiy ruhi menga ochib berilsin. Meni birinchi proyeksiyam dollarni birinchi proyeksiyasi bilan hamohanglashtirilsin. Merkabakot ilohiy ruh asosan ishlatiladigan pul birliklarimizni olamiz. Kim agar boshqa davlatda bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga kerakli pul birligini ilohiy ruhini oching. Merkabakot ilohiy ruh yevroni birinchi proyeksiyasi ilohiy ruhi menga nisbatan ochib berilsin. Meni birinchi proyeksiyam ilohiy ruhim yevroni birinchi proyeksiyasiga ochib berilsin, hamohanglashtirilsin. Bularni aytishingiz bilan umuman to'lqinlaringiz ko'tarilganligini, umuman boshqa to'lqinlarda yashashni boshlaganingizni his qilasiz. Kim agar kuzatuvchan bo'lsa, buni bir onda sezadi. Merkabakot ilohiy ruh so'mni birinchi proyeksiyasi ilohiy ruhi menga nisbatan ochib berilsin. Meni birinchi proyeksiyam ilohiy ruhim so'mga nisbatan ochib berilsin. Merkabakot ilohiy ruh o'zingizni bank kartangizni nomini aytasiz. Bu qaysi bankdan bo'ladigan bo'lsa, deylik bu Buyuk Ipak yo'li bank kartasi. Birinchi proyeksiyasi ilohiy ruhi ochib berilsin. Meni kartamga nisbatan birinchi proyeksiyam ilohiy ruhim ochib berilsin. Davom etamiz. Yupiter bilan kontakt. Yupiter, planeta Yupiter bu shunaqa kanalki, bu shunaqa manbada u bilan ulanganingizda, u bilan to'g'ridan-to'g'ri kontaktni yo'lga qo'yganingizda, sizni g'oyalaringizga, ijodingizga, muvaffaqiyatingizga, bilimlaringizga xizmat qiladigan, ijodkorligingizga, g'oyalaringizni realizatsiya bo'lishiga va ongingizni keyingi etabiga o'tishga yordam beradigan sivilizatsiya. Hozir planeta Yupiter bilan ulanish ishga tushiramiz. Miya markazidan, epifiz bezidan to'g'ridan-to'g'ri kanal ochamiz Yupiter orqali. Ya'ni kontaktni tiklaymiz, aloqani tiklaymiz va so'raymiz bu kontaktni, bu aloqani yopib turgan har bitta o'y-xayol, iqrorlik, tajriba, har bitta qaror, har bitta va'da, har bitta qasam, har biri yaratilinsin. Va kontakt aktivlashtirilsin. Va o'zingizga ruxsatingizni bering. Men bugundan boshlab planeta Yupiter orqali har bitta menga berilayotgan g'oyalarni realizatsiyasiga ruxsatimni beraman. Bu miqdordagi pulni, ya'ni siz belgilagan miqdordagi pulni kirib kelishi uchun menga berilayotgan har bitta g'oyalarni yerga ulanishiga, men orqali o'tishiga, men orqali yerda namoyon bo'lishiga ruxsatimni beraman, roziligimni beraman. Va qabul qilishga tayyorman. Bu summa kirib kelishiga menga qanaqa g'oya kelsa, buni o'zim orqali o'tkazishga tayyorman. Va so'rayman uni reallashtirish uchun, uni yerda namoyon qilish uchun menga jamiki imkoniyatlar ochib berilsin. Men bilaman, har bitta g'oya o'zi bilan kuch va resurs olib keladi. Men shunchaki ruxsat bersam, uni men orqali yerda namoyon bo'lishiga. Bo'ldi. Bu g'oya o'z kuchi va resursi bilan menga keladi. Ya'ni g'oyani amalga oshirish uchun menga qanday yordam?
qanday amaliy yordam, qanday imkoniyat eshiklari, qanday miqdordagi pul kelishi kerak bo'lsa, bular o'sha g'oya bilan birgalikda keladi. Men tayyorman, men ruxsatimni berdim. Men har bitta g'oyaga bugundan boshlab ha degan javobimni beraman. Men orqali namoyon bo'lishiga, men orqali yerda realizatsiya bo'lishiga. Men bugundan boshlab yaratuvchi kabi g'oyalarim orqali pullarni yerda namoyon qiluvchiman. Men ulkamgen g'oyalar namoyonligi. Men ulkamgen o'z g'oyalarim, ijodim orqali katta miqdordagi pullarni, pul boyligini yerda namoyon qiluvchi. Men ulkamgen omad geni. Ya'ni biz ma'lum bitta genlarni aktivlashtiramiz. Gen aktivlashdi degani sizni hayotingizda bu ssenariylar odatiy holga aylandi degani. Men ulkamgen ilohiy baxt geni. Men ulkamgen ilohiy sevgi geni. Men ulkamgen ilohiy omad geni. Men ulkamgen ilohiy ochiq eshiklar geni. Men ulkamgen o'z xohishlarini yerda hozir va shu yerda bir onda namoyon qiluvchi yaratuvchi inson geni. Men ulkamgen bir onda yaratuvchi kabi har bitta istagini yerda namoyon qila olishgini. Men bugundan boshlab tan olaman o'zimni xohishlarim orqali, g'oyalarim orqali pullarni yerda namoyon qila olish funksiyamni, qobiliyatimni. Menda bu gen bor. Menda bu to'lqin bor. Va har bitta yuqorida aytib o'tilingan ish, protsess menda butunlay to'laqonli aktivlashishi uchun men so'ragan pul miqdori, men aktivlashtirgan genlar, men aktivlashtirilgan kanallar har biri hozir va shu yerda bu o'lchamimda menda namoyon bo'lishi uchun jamiki kerakli ishlar amalga oshirilishini so'rayman. To'g'rilamagan jarayonlar to'g'rilansin, tezlashtirilsin, namoyon qilinsin. Men hayotim yaratuvchi sifatida tan olaman. Menman bu yerda yaratuvchi va meni vazifam bu yerda buyruq berish, tanlov qilish. Va sizni vazifangiz menga meni tanlovimni namoyon qildirib berish. Men endi inson ongida ma'lum bitta chegaralar, ma'lum bitta dasturlar meni boshqarishiga emas, men qirol taxtimda, yaratuvchi taxtimda tanlovimni e'lon qilishni tanladim. Ya'ni yaratuvchi sifatida men tanlov qilaman, men buyruq beraman, men bu yerda nima bo'lishini hal qilaman, siz bajarasiz. Menga men xohlagan miqdordagi pullarni namoyon qilib bering. Men sizga fakt sifatida aytishyapti. Siz qachonki ishonchda turib bera olsangiz va qachonki yuqori bilan kontakt qila olsangiz va ruxsatingizni ayta olsangiz, sizda shu miqdordagi pullar borligini va ular sizga buni namoyon qilib bera olishini. Qachonki kontakt yo'qolib qolganda, siz tashqi sabablarga bog'lanib qolganingizda, tashqi omillarga bog'lanib qolganingizda, men nimadir qilmadim-ku, shuning uchun menda pul yo'q. Men qanaqadir harakatni zo'r uddalamadim-ku. Men bunga hali loyiq emasman-ku. Men hali bunga yetib kelmadim-ku deb, ya'ni tashqi sabablarga bog'lasangiz, bu vaziyat o'zgarsa, mana bu vaziyat keyin mana bu ko'rinishga o'tsa, men yanada ko'proq bilim olsam, yanada mukammallashsam, keyin kirib keladi degan tanlovni qilsangiz, to unda bu tanlovga ko'rishini aytishyapti-da. Ya'ni ishonch bersangiz, bugun hozir va shu yerda men yaratuvchiman va hayotimda bunday pullar miqdori menga kirib kelishiga ruxsatimni beraman-da. Ya'ni bu tarzdagi aloqaga chiqa olsangiz, ular siz bilan bu tarzda ishlashlarini
aytishyapti. Tashqi sabablarga bog'langaningizda bu tarzda sizga yordam berishlarini, ya'ni avval tashqi harakatlarni joyiga qo'yish va undan keyin siz xohlagan miqdordagi pullarni hayotingizga kiritishdi. Va yana shunday fakt o'rnida initiatsiyani juda ko'p eshitishingizni va initiatsiya boshidagi davolanish qismida sizni chegaralaringizni eritish bo'yicha juda ko'p ishlashingizni so'rashyapti. Chegaralar bilan torayib qolganingizni va bu chegaralar eritsa va siz ulansangiz, yuqoriga ulanish bu yuragingiz ochilishi orqali, chegaralarni eritish orqali, shu qadar bolalarcha hislaringiz orqasidan keta olish, shu qadar bolalarcha xohishlaringiz orqasidan keta olish, uni qo'llab-quvvatlash, xohishlaringizga bo'lgan sevgi, xohishlaringizga bo'lgan ishonch, u qalbdan kelayotganligiga, u ruhdan kelayotganligiga, bu sizni rivojlantirishiga bo'lgan ishonchda keta olsangiz, siz shu qadar yuqori bilan, pul kanallaringiz bilan, sizni pullaringizga bog'liq yaratuvchilar bilan shu qadar kontaktingiz aktiv bo'lishini so'rashyapti. Ya'ni sizdan bu talab etiladi. Yuragingizni ochish, xohishlaringiz orqasidan ketish va bu orqali yuqori bilan kontakt. Ilk qadamlarni kichkina narsalardan boshlasangiz bo'ladi. Ya'ni nima xohladingiz, buni berish. Ya'ni bu genni aktivlashtirib olish uchun. Biz initiatsiyamizni yakunlaymiz, lekin energetik ish qancha siz bilan ishlashi kerak bo'lsa, energetik ish davom etishini so'raymiz. Har bitta to'g'rilanmagan jarayonlar to'g'rilansin. Tekislanmagan jarayonlar tekislansin. Ishga tushmaganlar, biz nomini tilga olmaganlar ishga tushirilsin. Tezlashtirilsin, yerda namoyon qilinsin. Bizani kerakli to'lqinlarga shu darajada olib chiqilsinki, toki ikkilanishga, ishonmaslikka bir onga ham o'rin qolmasin. Buni yerda namoyon bo'lmasligiga bir onda ham o'rin qolmasin. Shu darajada to'lqinlarimiz ko'tarilinsinki, bu darajagacha ish olib borilishiga ruxsatimizni beramiz, buyrug'imizni beramiz. Va yuqori olam o'zini tashakkurligini bildiryapti ularga bo'lgan murojaatimizga. Ular mana shu qadar to'lqinlaringiz ko'tarish xohlaganingiz, yuragingizni ochish xohlaganingiz, ular xursandligini, ya'ni yurak ochilish orqali ular bilan bog'langaningizga xursandligini aytishyapti va qanchalik uzoq vaqt ulardan uzilib qolganingizni, yuragingizni yopib qo'yganingizni va ular sizni kutishganligini, ma'lum bir etaplarni yashab o'tib yetib kelishingizni kutishganligini bildirishyapti. O'zingizni tashakkurligingizni bildirsangiz bo'ladi. Bemalol yuqori olamdagi o'tkazuvchilaringizga. Va bu aynan har birimiz uchun, har bitta ishtirokchi uchun shunday. Mana shu joyda initiatsiyamizni yakunlaymiz. Evet. Buradan qanaqa holatingiz? Rahmat, yengil. Odamni o'sha energiyasi qadar tanasi ham bo'ladimi-da? Hozir shunaqa yengil bo'ldim, tanam ham bo'sh, bemalol. O'sha bir onda ishonayotgandim, bir onda ishonmayotgandim-da men o'zim. O'sha ishonchga o'tkazib berdingiz-da. Rahmat. O'zi tushunganim o'sha tepadagi anaqalar o'zimizga qancha pul bo'lsa bor kiritishimiz, realga kiritishimizni o'zimizni ongimiz darajasida kiritarkanmiz-da. Mana bugun menga shuncha kerak, shuni ber. Shuncha kerak, shuni ber. Shunga harakat qilaman. Lekin u tepada cheksiz-ku. Xohishimizga qarab qancha xohlasak, cheksiz ravishdami, qancha xohlasak kirita olishimizni tushundim-da. Faqat o'zimizni siximimiz torda, shundan o'tib
shuni toliga qadar hozir bo'ladim. Aha. Sizga talab, chegaralar ketganligini his qildingizmi? Yumshadingizmi o'zingiz? Tor qoliplar kiritib qo'yganman-da, u yerda kichkinalik qotgan o'sha chegara sig'mayotganimni bilsam ham o'sha yerda o'zimni olib yurgan rostdan ham siz bilan nima bo'yicha ishlasak, keyin shu bo'yicha mana bu praktikalardan keyin, efirdan keyin ham shu bo'yicha hayotimda ish ketaveradi rostdan. Pul bilan ishlasak, pul bo'yicha ketadi. Munosabat yoki nimadir bo'yicha ketsa, o'sha bo'yicha ketadi. Shunaqa bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Bir o'tib olaman nimadirdan, keyin yumshaydi, shu bilan hayotimdan chiqib ketadi. O'tgan safargi efirdan rahmat. Aha. Bo'lishing, gapingizni bo'ldim. Ha, o'tgan safargi efirdan keyin ham rosa ishladik, chuqur ishladik-da. Keyin hayotimda srazu baribir aytgansiz-ku, nimadir nafrat chiqib ketishi kerak bo'lsa yoki nimadir chiqib ketishi kerak bo'lsa, birinchi bitta yaxshilab ko'tariladi, o'sha keyin chiqib ketadi. O'sha kuni ham kechqurun shunaqa birikta muammolar bo'ldi, 102 qildik, nimadirlar qildik, bilyapman-da nimaga bo'lishini. Shu joyda turib bersam, o'titsam, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Xudoga shukur yaxshi. Hozir ham srazu anaqa bo'lyapmiz, gaplashyapmiz. Bankdan telefon qilishyapti o'zi. Pul bo'ladi ishlasak, mana pul bilan, munosabat bilan srazu hayotga ta'sir qilyapti-da. Albatta. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. O'zi sizni men ustozim deb qabul qilganman. O'zi uncha-muncha odamni gapini umuman olmayman-da. Anaqa bitta kursizda eshitgandim, aytgansiz shu ustozlar sizni A nuqtadan B nuqtaga o'tkazib qo'yadi. Sizlar o'zlaringizni qiynab, o'zim o'taman deb har xil anaqalarga uchraysizlar. O'ch qo'yib beringlar, ustozlar sizlarni o'tkazsin deganda, shu sizni ustozim deb qabul qilganman ruhiy tomondan. O'sha A'dan B'ga olib o'tadigan. Jonim. Rahmat. Xo'p, sizga ham rahmat. Siz orqali bu anaqalarni so'z ikkinchi o'rinda-da, bu so'z orqali faqat to'lqin chastoda uzatiladi butun borliqqa. Ya'ni shuncha qatnashgan o'quvchilarimizga borliqqa. Bulardagi xizmatingiz uchun tashakkurlik bildiraman. Rahmat. Yana bitta narsa, yuragingiz shu qadar ochib berib oling xohishingizga, xohlagan hayotingizga. Kichik xohishlardan, yuragingizni ochadigan narsalardan boshlang o'zingizga berishni. Qizg'onmaslik kerak o'zidan. Menda lekin shu narsa bor. Qizg'onaman shekilli, o'zimdan rosa qizg'onaman shekilda. Unaqa katta narsalardan qizg'onmayman, o'zim xohlagan narsa. Lekin ba'zida shunaqa ongi meni taqalib qoladiki, kichkina narsani ham o'zimga berolmaydigan holatga ham tushaman-da. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Demak, bugun biz keng ishladik. Bizada chatda rosa yozibdi qizlar. Safiysiz deb yozishibdi. Minnatdorlik bildiraman. Anaqa komplimentlaringizga, yuragingizni ochib berayotgan mehringizga, sevgingizga, ya'ni bu faqat energetik ishlar yopiq guruhlarda beriladi. Siz ochiq beribsiz deyilgan komplimentlar. Albatta, ochiqmi, yopiqmi, sizni rivojingiz bu meni rivojim, meni rivojim bu sizni rivojingiz. Sizni o'stira olsam, meni bitta qismim o'sadi-da, bir butunmiz. Xo'p. Menimcha o'ylayman, energiya praktika uzun bo'ldi, keng bo'ldi. Sizni nafaqat pul bilan savollaringiz, balki yuragingiz ochilishi orqali juda ko'p savollar yechiladi-da. Uxlab qolibman. Demak, har bitta qatnashchimiz praktikani eshiting-da, ko'p bor qo'yib qo'ying.
24 soat qo'yib qo'ying imkon bo'lsa-da, agar bezor bo'lib qolsangiz ovozimdan, dam olishni xohlasangiz ovozini pasaytirib yoki umuman eshitilmaydigan lekin yonoq telefonda. Bunaqa holatda qo'yib qo'ying. Uy darajasida qo'ysangiz butun uy darajasida ketadi ishda, uyingizga kiradi bu energiya, bu sehrobgarlik. Naushnikda eshitsangiz bu tana darajasida ketadi ish. И anaqa uyga qo'yib qo'ymoqchi bo'lsangiz-da, ya'ni quloqlar charchaydi ko'p eshitgan vaqtda. Agar naushnigingiz bo'lsa, iloji boricha anaqa simli naushnik bo'lishi kerak. Anaqa simsiz naushnikda to'lqin uzatilmaydi uyga qo'yib qo'yish uchun. Simli naushnikda ovozini chiqarmasdan qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ovozini pasaytirib. Ya'ni bu eshitishga charchab qolganingizni ham siz bilan uyingiz bilan hamohanglikda ish ketishini anglatadi. Xonangiz bilan hamohanglikda ish ketishini anglatadi. Bu bilan vibratsiyalaringizni, to'lqinlaringizni har biringiz ko'tarib olishingizni juda ham qattiq xohlayman va bizada aynan mana shunaqa energiya praktikaga asoslangan coaching uchun chegirma ketyapti. Yana bir marta eslataman, sabab juda katta imkoniyat. Bunaqa imkoniyat bermagandik coaching uchun, bunaqa narx bermagandik. Ancha bo'lib ketgan bunaqa narxga ishlamaganimga. Yaxshi summaga ishlaymiz, anaqa bunga tayyor bo'lgan, javobgarligi bor bo'lgan inson bilan ishlardikda, imkoniyat berdik. Faqat energetik ish bo'ladi. Charchamaysiz, qanaqadir bilimlar bilan miyangiz to'lib ketmaydi, yangi ma'lumotlar bilan to'lib ketmaysizda, faqat energetik ish orqali to'lqin uzatamiz. Gaplarimizda ham ahamiyati yo'q. To'lqin orqali sizni ma'lum bitta savollaringizni yechimiga olib kelish. Mana shu shaklda ishlaniladi. Ya'ni men birinchi efirda aytgandek, juda ko'p kanallarga ulandim o'zim uchun yangilarni ochdimda. Bularni yana ham ko'proq aktivlashtirib olishim uchun menga ko'p ishtirokchi kerak bo'ladi. Chegirmadan foydalanib qoling. Biz dushanba kungacha qo'ydik. Dushanba kundan yopiladi bu chegirma imkoniyati. Juda ham mazza qilib olsangiz bo'ladigan summada, ya'ni $150 coaching 3 ta dars bo'ladi. 3 ta dars initiatsion, 4-inchisi korreksiya. Keyin savollaringiz, qolgan masalalarni gaplashish uchun, to'g'rilanish uchun bo'ladi. O'zim o'ylab qaraymanda, qani menga ham-da mana shu kenglikdagi, ya'ni uyg'ongan masterdan faqat to'lqin orqali ishlab beradigan coaching bo'lsa-da, narxi shunaqa bo'lsa, bu qanday yoqimli-da. Jonli foydalangan bo'lardim-da. Mana shunaqasiga qarayman o'zim. Ya'ni nega aytyapman? Foydalanib qoling bu imkoniyatni. Bu sizni shoshirish, marketing uchun emas. Rostdan ham bu his qilsangiz hayot tashvishlaringizdan, savollaringizdan, qiynalib ketgan ramkalaringizdan chiqish uchun juda ham yaxshi imkoniyat. Yuqori to'lqinda, yuqori chastotada bu energiyalarda hayotingizdagi qaysi savollarni, qaysi savollarni yechish yana bunaqa qulay summaga bu juda katta imkoniyat. Xo'p, menga ham yoqimli bo'ladi yakka tartibda savollaringizni ishlash, uni jarayonini kuzatish, uni yakunlangandan keyin qanaqa natijaga keldingiz bularni kuzatish yoqimli. Shuning uchun kutib qolaman. Xo'p, kela olmasangiz agar bugungi efirdagi zapislarni eshiting. Agar kelishni istasangiz bu efirdagi zapis orqali pul keltiring hayotingizga. Men aytgan tartibda ishlasangiz har qanaqasiga pul keladi hayotingizga, ya'ni qo'yib qo'yish qay darajada ko'p bo'lishi kerak, ko'p marta eshitilishi kerak. Bu tartibda ishlasangiz har qanaqasiga pul keladi, kelmasligini iloji yo'q. Bu orqali bemalol o'zani chegirmadagi coachinglarga yozilish imkoniyatingiz bo'ladi. Xo'p, har biringlarni yaxshi ko'raman, ko'rishguncha deyman. Keyingi loyihalarda, keyingi efirlarda. Xo'p, har biringlarga bunga qadar katta pullarni hayotingizga sevgida kirib kelishini tilab qolaman. Rahmat, Sara, kattakon. Rahmat sizga.